Meni gaplarim ayrim-ayrim ayollarga taalluqli. Bunday ayollar yo'q degan gapda hech kim gapira olmaydi, chunki deganda bunday ayollar borligini juda ham hammamiz yaxshi bilamiz. Bunday ayollarni nima deb atashyapti? Kennayashkalar. Shu toifadagi ayollar sizni qalbingizda og'ritgan bo'lsam, xafa bo'lmayman. Agar siz nam tortsangiz, undan ham xafa bo'lmayman. Qalbingizga ozor tegib qo'yib, mendan qahr qilsangiz ham xafa bo'lmayman. Joningiz sog' bo'lsin. Balkim sizga shu gapim yomon tegishi uchun men shu gapni gapiryapman. Uyda turmush o'rtog'ingiz bor. Nega endi yosh yigitlarga bunchalik osilasiz? Axir siz bilan necha yildan beri yashab kelgan. Sizni hurmatingizni joyiga qo'ygan. Nima desangiz shu ishlarni qiladigan. Siz uchun borini beradigan turmush o'rtog'ingiz bor. Nega bunchalik yosh bolaga uchyapsiz? Sizni sharofatingizga biz ham qolyapmiz-ku. Kennayishkalar degan gaplarni biz ham olyapmiz-ku. Sizni sharofatingizga bizga o'xshagan ayollarga ham yigitlar gap otishyapti-ku. Farzandimiz qatorimi? Domotimiz qatorimi? O'g'limiz qatorimi? Bizga farqi yo'q. Bizga gap otdimi? Biz o'sha inson bilan gaplashishimiz kerak. Nima bo'ldi-ya? Turmush o'rtog'ingiz bor-ku. O'sha turmush o'rtog'ingiz bilan qancha xohlasangiz shuncha gaplashsangiz bo'lmaydimi? Mana bu yigitchalar sizdan foydalanishyapti-ku. Ularga pul berasiz. Agar turmush o'rtog'ingiz chet mamlakatda bo'lsa, agar bechora u chet mamlakatga qiynalib, sovuq, issiq demay ishlab yuribdi, siz ham mana bu yigitchalarga pul beryapsiz, yediryapsiz, kiydiryapsiz, hamma narsani qilyapsiz. Yetar-a? O'zingizni o'rningizni biling. Bunchalik yer bo'lmang, iltimos sizdan.